Assalomu alaykum pichoqchi kanalining obunachilari. Bugungi pichoqlarimiz 4 ta pichoq, bitta nusat va bitta bolta, kichikroq boltamiz. Birinchi katta pichog'imiz tig'i 25 santimetrlik Zayname degan tig'lari, hisoblari tekisalik hammasini. Ikkinchi pichog'imiz tig'i 22 santimetr. Bu ham xuddi bir xil materialdan gulbantlari va bittan. Hop, uchinchisi juda menga yoqadigan ixchamgina pichoq. Bunga alohida xin solib berilsa, xinni ham solib beraveramiz. Juda ajoyib bo'lgan ixchamgina pichog'imiz. Hop, to'rtinchi pichog'imiz bu teriladigan pichog'imiz. Bu ham bir xil materiallari, Zayname degan tig'lari, hisoblari teksaydi. Kichikroq boltamiz bu. Juda ajoyib boltamiz. Bu o'tin yorsa ham, go'shtga ham hamma yoqqa bo'laveradi. Ikkinchi naborimiz bu ham bitta shunaqa hisob teksaytdan. Ovga ishlatsa ham bo'ladi. Tig'lari 20 santimetrlik pichoq. Bu ham nabor. Ikkinchi pichog'imiz 18 santimetrlik tig'i. Hisoblari tekisalik. Juda ham Zayname degan keskir, juda ham teriladigan pichog'imiz. Bu ham xuddi shundan. Xo'p, to'rtinchi pichog'imiz bu go'sht razdelka qiladigan pichog'i. Juda ajoyib, juda keskir pichoq.